Bu mahsulotimizda yengi, ya'ni ferimizni mana ko'ryapsizlar, buni narxi 1 700 ming so'm. Bunisi esa jigarrang bo'ladi, narxi 1 300 ming so'm. Bunimiz 7 milliondan oshib turadi, narxini bilib olaverasizlar telefon qilib, egalariga arzonroq berib yuborishadi. Va hamda shivakimiz 1 800 ming so'm, bu ham xuddi shunaqa yengi. Va hamda bunisi esa ideya. Buni ham narxi 1 800 ming so'm. Bu konditsionerlarimiz yengi 12 talik bo'ladi, invertorli bo'ladi. Narxlari 2 900 ming so'mdan. Ya'ni Artel, Gri va hamda TCL'larimiz bor. Konditsionerlarimiz ozgina ishlatilgan. Mana misol uchun 36 talik AUX'imizda 700 dollar. Citronikimiz 60 talik bo'ladi, narxi 1000 dollar. AUX'imiz 60 talik, buni narxi 1200 dollar. Va hamda Media'miz 1000 dollar. Bu Media'mizning narxi 1200 dollar. Bular hammasi 60 talik bo'ladi. Bu 1000 dollar, bunisi AUX 900 dollar va Hisense 800 dollar. Bu xolodilniklarimiz bor, vitrinli bo'ladi. Har xil adrenalinlarni qo'ysanglar bo'ladi. Bundan 4 ta dona, motorlari zavodskiy. Har bir donasi 200 dollardan mana ishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Men bularni kollaboratsiya qilib qo'yaman. Bemalol profillariga o'tib, Telegram kanaliga kirib, narx-navolarni o'rganib chiqsanglar bo'ladi.